Voy, yangi e'lonlarni olib kelishibdi. Aka, bu safar menga ham mukofot qo'yishibdi. Sasuke Itachi 50,000 belli. Menimcha yaxshi narsa emas bu Sasuke. Itachi Uchiha 2 milliard belli. Buni qaranglar, mening mukofotim Itachinikidan balandroq ko'rinadi. Kisuyu Uchiha 2 milliard 100 million belli. Nima, bu qanday bo'lishi mumkin? Xo'sh, Sasuke, senga bir sirni aytib beraman. Sen buni ko'ryapsanmi? Men aslida Itachidan kuchliroqman. Yo'q, siz emassiz. To'g'ri, siz kuchlisiz, lekin akam sizdan ancha kuchliroq. Gap shundaki, nima buni hali ham davom ettirishmoqda? Hatto mening mukofotim Sasukedan ham pastroq. Tabii, 1000 belli. Nima ular meni jiddiy qabul qilishmayapti? Balkim ular buni qilishar. Doimo ahmoqona ish qilishni bas qilsang. Bu ne'mat bilan meni haqorat qilishyaptimi? Madara Uchiha 6 milliard belli. Birinchi qism nihoyasiga yetdi, davomi bor.